Toshkentda tegishli hujjatlarsiz mashina boshqargan yigit ko'chada xizmat olib borayotgan yo'l-patrul inspektorini urib yubordi. Yo'l harakati xavfsizligida inspektor ishlarida 2024-yil 12-may kuni menga shu qo'ng'iroq bo'ldi, shu o'g'lingiz DTPga uchradi deb tezlik bilan yetib bordim. 16-Banisaga borsam shu juda bir ahvolda yotibdi, 4 ta joyi singan deyishdi. Xullas 8 kun reanimatsiyada yotdi. Shifokorlar ko'rsatgan tezkor yordam sabab inspektorning hayoti saqlab qolingan, lekin u oyoq qismidan jiddiy jarohat olgan. Men video lavhada YPX inspektori jezl ko'tarib to'xtash ishorasini bergani, haydovchi bo'ysunmasdan harakatini tezlik bilan davom ettirib ketganini ko'rganman. TP sodir bo'lganini, xodim osmonga uchib yerga tushganini ko'rganman. 34 kun deganda o'ziga keldi. 6 oy bir joyda yotdi. Shuni qaradik. 1 yilda qaytib ishga chiqdi. Shuning ichida biror marta sudlanuvchi yo'q yaqinlari tomonidan biror marta yordam berilmadi. Hozirgi kunda ham mana shuni asoratlari bilan gospitalda yotibdi. Mahkum O'zbekiston Respublikasi Jinoyat kodeksi 104-moddasi 2-qismining B bandi hamda 219-moddasining 2-qismida nazarda tutilgan jinoyatni sodir etganlikda aybli deb topilsin. O'zbekiston Respublikasi Jinoyat kodeksining 59-moddasi tartibida mahkumga nisbatan tayinlangan jazolarni qisman qo'shish yo'li bilan uzr-kesil 6 yil muddatga ozodlikdan mahrum qilish jazosi tayinlansin. O'zbekiston Respublikasi Jinoyat kodeksining 62-moddasiga asosan mahkumning ushlab turilgan, qamoqda saqlangan va o'tagan ozodlikdan mahrum qilish jazosining har bir kunini ozodlikdan mahrum qilish jazosining 1 kuniga va o'tagan axloq tuzatish ishlari jazosining 3 kunini ozodlikdan mahrum qilish jazosining 1 kuniga tenglashtirib hisoblab, tayinlangan jazodan chegirib tashlab, unga uzr-kesil o'tash uchun 5 yil 2 oy 9 kun ozodlikdan mahrum qilish jazosi qoldirilsin. Mahkumga nisbatan qo'llanilgan munosib xulq-atvorda bo'lish to'g'risida tilxat ehtiyot chorasi qamoqqa olish ehtiyot chorasiga o'zgartirilib, sud zalida qamoqqa olinsin.